Endi 7 yil bo'ldi-ku. 7 yil qachon qaytadi? Qachon qaytadi? Ha, bir oz qoldi 5 yilda qaytadi. Satqay odam kel. O'g'lim, to'xtang. Ha? Ketaman deyapti xotining. Bizga ham oson tutma bolam. O'zing gaplash. Ha, jo'natding pul hol. Pul jo'natibdi. Pul jo'natibdi. Qachon jo'natding? O'lay odam bo'lmaydi. Bunga pul kerak, pul. Bola kerak emas. Yaxshimisiz, dada? Tinchlikmi? Tinchlik emas bolam. Jo'raqul akayning o'g'li dadasiga mashina sovg'a qildi. Men ham pul yig'ib qo'yganman, unda qaytaman, o'zim olib beraman. Sen inaylik, qayoqqa qaytasan? Sen pulni jo'nat, o'zim bilaman qayerdan olishdi. Bozordan olaman. Onlayn ham, offlayn ham olsang bo'ladi. U qimmat emasmi? Qanaqa qimmat? Baholash xizmati bor. 1 minutda mashinaning narxini bozor narxida chiqarib beradi. Endi o'zim borganda kraska-praskasini ko'rib beraydim-da. O'zlarining servislarida diagnostikasi bor. Viber bormi? Sen nima deyapsan? E'lonlar bo'limida 10 mingtadan oshiq mashinasi bo'lib ketdi. Yangisi ham bor, minilgani ham bor. Sen pulni jo'nat bo'ldi. Men qachon qaytaman, dada? Sen Alo. Yana qotib qolyaptimi? Alo. Obbo. o'chirdimi? Qaytaman deydi. Menga bu buncha qaytishga qiziqadi. Nima poylayapsiz, kelin? Nima poylayapsiz? Bechora ham qiynalib ketdi. Dada, men Rossiyadan keldim. O'g'lim, Bu onaxon kim edi? bu xotining bolam. Assalom. Zarami? O'g'lim, Rossiyada soqqani qilding. Endi farzandni qil bolam. Bechora yigit Rossiyadan pul topib keldi-yu, lekin normalniy zaqchani ham tortib keldi. Ana endi ayting siz, ular farzandli bo'la oladimi?